Assalomu alaykum. 50-blogimizda Schneider Electric brendi ostida ishlab chiqariladigan rozetka, ключатель, antenna, internet uchun maxsus zaryadlash qurilmalari mavjud bo'lgan ushbu qurilmalarni sotib olishingiz mumkin. Ularga Asfora, Merten maxsus mahsulotlar chiqadi. Sizni uyingizga qarab, dizayningizga qarab, xohlasangiz oynali, xohlasangiz teksturali turli xil, xohlasangiz oddiyroq oq, budjetli variant Asforalar, xohlagan rangingizdan tanlab olishingiz mumkin. Tashqariga chiqazish IP65 deysizmi? Turli xil IPlarga mos tushadigan rozetka ключательlarni agarda sizni uyingiz bagatiroq chiqishini va turli xil qimmatbaho jihozlar bilan jihozlangan teksturali har xil turli xil rozetka ключательlarni olishingiz mumkin. Mertendan metal rozetka ключательlarni olishingiz mumkin. Bu o'ta sifatli va uzoq yil xizmat qilib beradi. Bundan tashqari Schneider Electricda mana ko'rib turganlaringdek elektriklarimizga qulaylik sifatida mana ko'rib turganingizdek kabellarni birdan tiqasiz va bu qattiq ushlab qoladi. Bu nimani beradi? Bu sim qizib sovuganda o'zini birlamchi holatini yo'qotadi, ya'ni o'zgartiradi. Shunda agarda boltda qatirilgan bo'lsa, boltdan bo'shab qolishi yoki bo'lmasa qimirlab qolish ehtimoli bor. Bu qurilmalar esa uning oldini oladi. Xuddi shunday boshqa turdagi rozetka ключательlarni ham olish mumkin. Mana ko'rib turganingizdek yuzlari ham juda ma'qul ishlangan, hammasi juda sifatli mahsulot. Bu mahsulotlarni ko'pchilik Schneider Electric mahsulotlarini Asforalarda o'ta qimmat deb o'ylaydi. Yo'q, qimmat emas. Bozordagi ayrim turetskiy rozetka ключательlardan hatto arzon chiqishi ham mumkin. Siz o'zingizga ma'qul bo'lgan rozetka ключательni, ya'ni sifatli rozetka ключательlarni bemalol Schneider Electric brendi ostida chiqarilgan Asfora markali rozetka ключательlarni sotib olishingiz mumkin. Eng asosiysi bular tekshirilgan. Bu laboratoriyada tekshirilganda rozetka ключатель rozetkasini o'zi 16 amperga moslashtirilgan, lekin bunga 50 ampergacha nagruska berganimizda bu o'zini holatini yo'qotmagan va kontaktlari siljishi yoki bo'lmasam ustidagi shu plastmassalari o'zgarmagan. Ключательlarimizda esa 10 amperga moslashtirilgan. Bu ham yuqori tok berib ko'rib, sinab ko'rilgan, ya'ni puskovoy hozirgi paytda LED lampalarimizda hammasida puskovoy toki bor. Shu puskovoy toklarda ham kontaktlari Schneiderda o'zini patentlangan texnologiyasi bo'yicha ishlanganligi uchun ancha chidamli va uzoq yil ishlab beradi. Bundan tashqari Schneider Electric rozetka ключательlarimizda aqlli uylarga moslashtirilgan turlari ham bor. Uni birdan o'rnatishingiz yoki bo'lmasam Kinect sistemaga ulangan yoki bo'lmasam radio sistemali rozetka ключательlarimiz ham bor. Sizni texnik shart bo'yicha bergan talablaringizni biz o'rganib chiqib, sizga o'zimiz tanlab spiska qilib berishimiz mumkin. Ya'ni sizga bu to'g'ri keladi, buni sotib olsangiz sizga qulay bo'ladi deb turli xil variantlarda, ya'ni bunisi bunaqa narxda, bu bunaqa narxda deb berishimiz mumkin. Va sifati kafolatlangan, chunki biz Schneider Electric kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy tarqatuvchisi hisoblanamiz. Mehmonxonalar yulduzcha olishida ham sanoqli brendlar mahsulotlarini ishlatgan bo'lishi kerak. Bu sanoqli brendlarning ichiga Schneider Electric mahsulotlari ham kiradi. Ko'rib turganingizdek mehmonxona yoki bo'lmasam xonadonni bir joydan turli xil ishlarni bajarish uchun mana bunday boshqaruv panellari ham bor Schneider Electricda. Xuddi shunday aqlli uylar uchun sizga kerak bo'ladigan rozetka ключательlardan tashqari boshqarish, turli xil amallarni bajaruvchi qurilmalarini ham yetkazib berishimiz mumkin. Relaylari, generatorlari, blok pitaniyalarini hammasini sizni talabingizga, ya'ni texnik shartingizga moslab yetkazib berishimiz mumkin. Shuning bilan ushbu blogimizni yakunlaymiz. Keyingi blogimizda esa aqlli uylarga ketadigan mahsulotlar, ular qanday montaj qilinishi haqida video olamiz. Ungacha esa siz kommentariyaga aqlli uylar haqida qanday ma'lumotlarni bilishingiz kerakligi yoki bo'lmasam sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, jo'natishingiz mumkin va shu savollar atrofida biz video ishlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.